Toshkent shahridagi Xalqaro Westminster universitetida inklyuziv amaliyotlar va xalqaro aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan anjuman bo'lib o'tdi. Unda inklyuzivlik va til o'rgatish masalalari muhokama etildi. Anjuman Westminster hamda Nottingham Trent universitetlari Britaniya kengashining O'zbekiston vakolatxonasi hamkorligida tashkil etilgan bo'lib, unda O'zbekiston, Qirg'iziston, Buyuk Britaniyaning oliy ta'lim muassasalaridan kelgan vakillari qatnashdi. Ishtirokchilar inklyuziv ta'limni til o'qitish va o'rganishga integratsiya qilish, barcha o'quvchilar uchun sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratish masalalarini muhokama qilishdi. Maqsad, demak, mintaqamizda tillarni o'qitish va inklyuzivlikni birlashtirish, ya'ni til shunchaki muloqot vositasi emas, bu turli madaniyatlarni bir-biriga bog'lantiradigan, tushunishni rivojlantiruvchi va birlikka yordam beruvchi ko'prikdir. O'qituvchilar sifatida biz o'qitish uslublarimizni inklyuziv, adolatli o'quvchilar uchun ularning kelib chiqishi va qobiliyatidan qat'iy nazar ochiq bo'lishimizni ta'minlashimizga mas'ulmiz. Ta'kidlash kerak, tadbir xorijiy tillarni o'rganishni rivojlantirish va ta'lim sohasida inklyuziv amaliyotlarni rag'batlantirishga qaratilgan tashabbuslarning bir qismi sanaladi. Buning uchun mutaxassis, tadqiqotchi hamda o'qituvchilar uchun mo'ljallangan dinamik platforma yaratilgan. Platforma zamonaviy yondashuv asosida inklyuziv ta'limni ko'zda tutgan. Ma'ruzalarda Markaziy Osiyoda inklyuziv universitetlar faoliyatini yo'lga qo'yish strategiyalari, akademik o'quv dasturlari orqali inklyuziv ta'lim haqidagi xabardorlikni oshirish hamda mintaqa bo'ylab ingliz tilini o'qitishda inklyuzivlik masalalari tahlil qilindi.